Ketdi unda. Xo'p, yana bir marta hammaga assalomu alaykum. Sizlarni marketing shanbaligi loyihasi doirasida ko'rib turganimdan, virtual ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi marketing shanbaligi loyihasi doirasida harakat qilamanki, o'zim tomonimdan o'rganilgan, ishlab chiqilgan, tajriba qilingan o'sha bir loyiha bo'yicha, bir case bo'yicha, bir metod bo'yicha tajribalarim bilan bo'lishaman. Hozir ekranni yoqaman. Undan oldin sizlarga marketing loyihasi qanday loyiha ekanligi bo'yicha umumiy fikrlarimni berib boraman. Sizlarga ekran ko'rinyapti? Og'iz ovozli xabar bilan tasdiqlab qo'ysanglar. Ko'rinyapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Rahmat. Bo'ldi. Xo'p, marketing shanbaligi. Assalomu alaykum. Xo'p, marketing shanbalik degan loyiha bu. Nima uchun shanbalik deyishga sabab bor? Avvalambor yana bir marta xush kelibsizlar ushbu loyihani onlayndagi birinchi efiriga. Xo'p, men savol bermoqchi edim. O'zi kimlar oramizda shanbalikda qatnashgan? Qanaqa xotiralar qolgan sizlarda? Mikrofonlaringizni yoqib javob bersalaringiz bo'ladi bemalol. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Birinchi shanbalikda ishtirok etgandim. Yo'q, bizni birinchi shanbaligimiz emas, umuman hayotingizda shanbalikda, subbotnikda ishtirok etganmisiz? U maktab davrida asosan. Maktab, institut. Asosan maktab davrida bo'lgan qiziqarli voqealar. Asosan o'ynashga borardik, ya'ni shanbalikdan ko'ra sinfdoshlar bilan vaqt o'tkazish qiziqroq edi. Kimdir koptok olib kelardi, kimdir velosiped olib kelardi. Yoki bitta ish qurol bilan hamma navbatda ish qilardi shunaqa. Tushunarli. Xo'p, maktab shanbaligini hamma eslaganda ko'pincha shu ko'pchilikdan so'raganim shu darsdan qochish, nima deydi? Darsdan qochish uchun shanbalikka qatnashishlarni ko'pchilik eslashadi. O'zi shanbalikda o'zini istoriyasi bor, tarixi bor. Bu tarix ildizi hasharga borib taqaladi. Umuman olganda shanbalik odatda jamoaviy ravishda tashkillashtiradigan, ko'proq obodonlashtirish urg'u beradigan, hamjihatlikni, poklikni mustahkamlash maqsadida o'tkaziladigan umumxalq mahalliy tadbir hisoblanadi. Asosan mehnatsevarlikka, tabiatga e'tiborli bo'lishga, jamoaviylikni qadrlashga, shu qadriyatlar ustida ishlashga bir yordam beradigan, bir ko'nikmalarni shakllantiradigan bir loyiha hisoblanadi. Shuning uchun shanbalik o'zbek xalqini eng doimo dolzarb ijtimoiy ahamiyatli qadriyatlardan biri bo'ladi. Keyin men o'shancha metafora qildimki, marketingda ham shanbalik qilsak qanaqa bo'larkan degan fikr bo'ldi. Marketing shanbaligi xuddi yoshligimizda, talabaligimizda, maktab davrlarimizda shanbalik qiladigan bo'lsak, marketing shanbaligi qiladigan bo'lsak, qanaqa bo'lardi? O'shani metaforalar o'yladim o'zimcha. Shu ketmon bilan bozor tayyorlaymiz, ortiqcha proseslarni supurib tashlaymiz, o'sha gravel bilan mijozlarni saralaymiz, yaxshi ABC toifalarga bo'lamiz, jamoamizdagi, korxonamizdagi noto'g'ri xodimlarimizni o'ramiz deganman, xizmat yoki mahsulotimizga ishlov beramiz toqqaychi orqali, kommunikatsiya ishlatamiz, ya'ni ohak shotka bilan bo'yash uchun ishlatadigan ohaklarni ishlatamiz. Shunaqa bir metafora o'ylagandim. O'zi maqsad faqat marketing shanbaligida yig'ilish bilan cheklanib qolmasdan, boshqa hamkasblar bilan, sohadagi bir mutaxassislar bilan, 3 yilgacha tajribasi bor odamlar bilan tajriba almashsak, marketingning mohiyatini birga anglasak, jamoaviy rivojlanishga, olganda strategiyalar bilan, korporativ strategiyalar bilan ham biznesga, ham o'zimizga, ham mijozga bir foyda keltiradigan bir ishlarni amalga oshirsak degan menda bir fikr bo'ldi. O'tgan 12-aprelda adashmasam, birinchi marta sinab ko'rdik offline tarzda. 14 kishi ishtirok etdi. Oralaringizda ham ishtirok etganlar bor. Ko'rib xursand bo'ldim. Agar qanaqa fikrlar bo'ladigan bo'lsa, uni ishtirok etganlar menga yozsanglar, qo'shimchalarni, takliflarni, e'tirozga doim ochiq bo'laman. Bu shanbalikda ham ishtirok etganlarga qo'shimcha takliflarga, e'tirozlarga doim ochiqman.
harakat qilyapman. Bir oyda 4 marta qilishga. Bu testoviy variant. Aniq 4 marta bo'ladi deya olmayman. Umuman olganda mavzudan kelib chiqib, loyihalardan bo'shash holatidan yoki bo'sh vaqt topish imkoniyatidan kelib chiqqan holda 4 martagacha qilishni reja qilyapman. 2 marta ikkita usulda reja qilyapmiz. Offline, online. Offline o'tkazdik. Hozir onlayn sinab ko'ryapmiz. Ko'p kutilmasdan boshlaymiz unda. Mana bilmaydiganlar, tanimaydiganlar uchun men o'zim haqimda qisqacha tushuntirib beraman. Ismim Mehrojiddin Nazarov. Yoshim 33 da. Proaktiv marketing agentligida strategik marketing xizmatlarini ko'rsatuvchi marketing agentligida strategik vazifasida ishlayman, strategik marketolog vazifasida. Lekin faoliyatim 2014-yildan buyon shu biznes loyiha boshqaruv marketing yo'nalishida faoliyat yuritganman. Birinchi ish joyimda men Vendo kompaniyalar guruhida shu PR menejer sifatida ishlaganman. Undan keyin davlat tashkilotlarida PR bo'limi, axborot bo'limi rahbari bo'lganman. O'zimning xususiy bizneslarim bo'lgan, Ustoz Education nomli o'quv markazim bo'lgan. Undan tashqari Samarqandda o'sha payti Connect nomi ostida Like Media eski nomi Connectga keyin o'zgartirganmiz. Connect degan SMM xizmatlarini ko'rsatuvchi agentlik qilganmiz. Undan keyin davlat tashkilotiga yana o'tganman. Karantinda juda ham qiyin ahvolga tushib qolganimizdan keyin. Lekin professional faoliyatni shu Proaktiv marketing agentligida ustozimiz Habibullo Sadullayev bilan birgalikda boshlaganmiz. Product manager sifatida ishni boshlaganman va qisqa muddat ichida boshqaruvchi hamkor pozitsiyasiga ko'tarilganman. O'zim boshqaruvchi hamkor bo'lib ishlagan paytimizda Zahratun, Ahmadchoy va Impuls tibbiyot institutlarini marketing strategiyalarini tuzishga, uni tatbiq qilishga, jamoasini o'qitishga, tahlil o'tkazishga, loyiha boshqaruviga o'zim boshqarish bo'lganman jamoamiz bilan birgalikda. Bundan tashqari Habibullo Sadullayev ustozimizda marketing maksimum kurslari bor. O'sha kurslarning 6-mavsumiga qadar assistent o'qituvchi sifatida yordam berganman. Keyin ko'pchiliklar bilasizlar, Kubik degan bizani proyektimiz bor. Kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan. Kubik podkasti bu proyektning bir qismi, ekosistemaning bir qismi hisoblanadi. Undan tashqari workshoplar, vebinarlar ham tashkil qilamiz. YouTube'da sizlar bemalol Kubik podkast deb izlasanglar, bizani Kubik podkastimizni ko'rsanglar bo'ladi. Asosan marketologlar uchun mo'ljallangan, biznes egalari, top menejerlar uchun mo'ljallangan. Kirib ko'rib, bu yoqdagi foydali bilimlarni bepulga olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, menda savol bo'lyapti. Undan oldin men o'zimiz guruhda apros o'tkazgandim, daromad va foyda haqida. Mana o'zim ham boshida tushunmaganman, qachon daromad bo'ladi, qachon foyda bo'ladi, qachonki bu menda tajriba bo'lgandan keyin aylaganman. Menga sizlarni fikringlar juda ham qiziq, qarashinglar qiziq. Daromad bilan foydani qanaqa bir-biridan farqlari va o'xshash tomonlari bo'lishi mumkin? Mikrofonlar yonib, bemalol mikrofon yoqib javob berishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Fazliddin. Daromad bu umumiy tushum. Men ham boshida xuddi sizdek ajrata olmasdim, nima ekan daromad va foyda deb. Daromad bu tushadigan tushum, ko'pchilik daromadni foyda deb o'ylaydi. Foyda daromaddan operatsion xarajatlarni ayirganda chiqadigan qiymat, foyda. Biz tushunadigan sof foyda o'sha foyda deb bilinadi. Zo'r. Boshida aytdingiz, men ham tushunmaganman boshida dedingiz, demak men yolg'iz emasman. Yo'q. Ko'pchilik shunaqa deb o'ylayman. Va yolg'iz emasmiz. Va bu ko'pchilik sohaga endi kirib kelgan yosh mutaxassislarda bu shunaqa chalkash holatlar bo'lishi mumkin. Qo'shilaman gaplaringizga. Endi bu yozib olingani uchun boshqalarga agar mabodo bilmaganligi uchun foydali bo'ladi degan maqsadda men qisqa ta'rifini ham berib qo'ydim. Aytganingizdek, bu daromad barcha tushgan tushum, sotuv summasi bu daromad deyiladi. Foyda esa daromaddan keyin barcha xarajatlarni chegirgandan keyin qoladigan qoldig'imiz foyda deyiladi. Oddiy tilda aytadigan bo'lsak, daromad bu kirim, foyda bu haqiqatda qo'lda qoladigan pulimiz, bu foyda bo'ladi. Men bu yoqda kafe misolida ko'rsatib o'tganman. Kafeda asosan qahva va nonushta sotiladi. Bir kunlik ko'rsatkichida 2 million so'm daromad qilishadi, 200 ming so'm kirim qilishadi, sotuv qilishadi. Xarajatlar esa 1,5 million so'm jami xarajatlarni tashkil qiladi. Shunda daromadimiz 2 million so'm bo'ladigan bo'lsa, xarajatimiz 1,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bizani foydamiz daromad va xarajatlar ayirmasi bizga sof foydani qoldiradi. Bunda bu 500 ming so'mni tashkil qilyapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, daromad bu 2 million so'm kafega kirgan umumiy pulimiz, foydamiz esa 500 ming so'm
barcha xarajatlarni qoplaganingizdan keyin qoladigan toza pul hisoblanadi. Shu paytda men bitta yana bir savol bermoqchi edim. Hech o'zlaringizni korxonaga, umuman biznes egasiga, umuman loyihaga borishdan oldin beradigan qiymatimni qanaqa qilib o'lchayman degan sizlarda bir savollar, ikkilanishlar yoki bir hadiklar bo'lganmi? Sizlarda shunaqa tajriba bo'lganmi va bu tajribaga qanaqa yechim qilgansizlar? Menga qiziq bo'ladi sizlarning fikringlar. Mikrofon ochiq, kim javob bermoqchi bo'lsa, javob bersa bo'ladi bemalol. Assalomu alaykum. Ismim Azizbek. Misojiddin aka tashkil qilganingiz uchun avvalambor rahmat. Xo'p. Asosan men hozirgacha leda generatsiya yo'nalishida ish olib borganman. Loyihalarda texnarlik qilganman. Zapuskda, Mfactorda, PGPda, B2B kompaniyalarda. Asosan men o'sha bajarishim kerak bo'lgan, ya'ni siz integrator deb yozgansiz-ku o'zingiz, ya'ni videoga menda imенно masalan qaysidir link deb oladigan bo'lsak, workflowda qaysidir bog'lab turgan pozitsiyada bo'lganman. Menda KPI o'lchash oson bo'lgan. Masalan, lead magnetda deylik, mashincha masalan trafikdan shunchasini tushirib yubormasdan konversiyadan o'tkazish yoki deylik kreativlik darajasi mana at least mana shunaqa darajada bo'lishi kerak yoki bo'ladi-yu, kreativ reklamani ko'rib qolishadi marketing direktorlar yoki loyiha rahbarlari yoki kamida shunaqa bo'lsin, podxodingiz boshqacha bo'lsin degan shart qo'yishadi. Endi kreativ sohada lekin KPI qo'yish menimcha qiyin. Kontent o'ziga, lekin o'sha orqali men qiymat bera olganman deb hisoblayman, lekin loyihadan oldin o'zim uchun aniq bo'lmagan. Ya'ni o'zim uchun bu savol bermaganman, menga doim berishgan. Bu hozir ko'rsatgan slaydingiz o'zim uchun ham yangi insight bo'ldi. Tushunarli. Rahmat. Zo'r. Xo'p, endi men o'zim misolimni tushuntirib beraman. Biza birinchi marketing agentligini tashkil qilganimizda o'sha men oldin faqat mendagi bilimlar tartibsiz bo'lgan, xaotik bo'lgan, ya'ni o'zim o'rganib yurganman, o'zim turli xil metodlar o'rganganman. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar deydi-yu, har maqomni qilib ko'rganmiz. Yonimizga endi yo'limizga yaxshi bir ustozni yo'liqtirganlar, Habibulla aka. O'sha Habibulla aka bilan birinchi ishni boshlaganimda qanaqa qiymatimni o'lchayman, qanaqa ko'rsatib bera olaman degan fikrlar menda bo'lgan. O'sha payti yaxshi menda bir tavsiya bo'lgan. O'sha payti Ilya Balaxlin degan odam bor. Bu kishi marketolog, praktik, Rossiya bozorida yetakchi marketologlardan biri hisoblanadi. Ilya Balaxlin bu odam Paper Planes degan marketing agentligi bor. Asosan marketingni raqamlarda o'lchash bo'yicha juda ham katta bir mutaxassis hisoblanadilar. Shu kishini bir yaxshi bir kitobi yo'limdan chiqib qolgan. Tetrad Formula Pribble, ya'ni foyda formulasi daftari deydimi bilmadim. O'zi bu juda unchalik katta kitob emas, juda ham mana ingichka ko'rib turgan bo'lsanglar, mana unchalik ham katta kitob emas. Men tavsiya qilaman, agar oralarda o'sha raqam bilan marketing data driven deyiladi, marketing bilan shug'ullanib shu sohada mutaxassis bo'lmoqchi bo'lganlarga men 100% emas, 200% tavsiya qilaman. Bu kitob O'zbekiston bozorlarida topilishi qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun Rossiyadan olib keltirganman. Wildberriesdan, Amazondan zakaz qilsanglar bir hafta 10 kun ichida olib kelib beradi. Mana shu kitob. Men slaydni ham tashlab qo'yaman, bemalol ko'rib buyurtma qilsanglar bo'ladi. O'zi men ko'pchilik do'stlarim, tanishlarim aytadi, Mehroj, senda kommunikatsiya bo'yicha, kreativ bo'yicha, PR bo'yicha ko'proq ko'nikmalaring yaxshiroq. Senga nima kerak matematika deydigan bo'lsa, mendagi plan aynan men taklif qilayotgan kompaniya, men taklif qilayotgan kommunikatsion g'oya, kommunikatsion strategiya kompaniyani qaysi qismiga yordam beradi, kompaniyani o'sishiga qaysi raqamlarini o'zgartirishga ta'sir qiladi degan fikr bo'lgan. Shu fikr uchun men shu yo'limdan shu kitobni o'qib chiqishga to'g'ri ma'noda majbur bo'lganman va o'zimga eng yaxshi insaytlar topganman. Mana o'sha formula biz bilgan, biz kutgan deydi-yu, bu formula foyda formulasi hisoblanadi. Bu yoqda
ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yoqda rus tilida berilgan. Bu yoqda men yaqinlashtiryapman, sizlarga ko'rinyapti. Yaqinlashtiryapman. Bu yoqda eng asosiy formula, bu yerda foydani formulasi оборот ko'paytirilgan marjaga, uni ayirmasi operatsion izdirishga, ya'ni operatsion xarajatlarga. Nima deb o'ylaysizlar? Marketolog mana shu formuladan, mana bu yerdagi asosiy formuladan qaysi qismiga javobgar? Nima deb o'ylaysizlar? Men yaqinlashtiraman. Kimda qanaqa fikr? Azizbek? Оборотность. Sababi LTV Nimagadir menga ovozingiz uzilib keldi. Meni ovozim yaxshi bo'layotgan bo'lsin deb umid qilaman. Men faqat оборотность, ya'ni aylanmaga degan javobni eshitdim. Yaxshi. Yana kimda qanaqa fikr? Men ham birinchi variant deb o'ylayman. Menimcha revenue bo'lsa kerak, R harfi. Marketolog revenue оборотность. Zo'r. Nima deb o'ylaysizlar? Marjaga qanaqa ta'sir qilishi mumkin marjinalistga? Marjaga brend bilan katta ehtimol. O'zi aytiladi, narxni ko'tarmoqchi bo'lsanglar, brend yaratinglar, brend bilan qimmatroq sotish mumkin deyiladi. Agar brend yaratilsa, to'g'ridan-to'g'ri marketolog mas'ul, strategiya ham ishi bo'ladi brendda. Brend yaratish bilan marjaga ta'sir qilishi mumkin. Zo'r. To'g'ri, brend yaratish bilan marjaga ta'sir qilishi mumkin qisman, lekin asosan brend yaratish оборотga, ya'ni aylanmaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Mana oxirida mana ko'rsatilgan bu yoqda, ya'ni оборотdan chiqqan shoximiz mana brendga, sila brenda degan joyga yetib kelgan. Bu ruscha, lekin sizlarga yaxshi xabarim bor. Men buni o'zbekchalashtirdim, rosa qiynaldim, ochiq aytaman. Va ko'proq marketolog qismiga javob, marketing va sotuv qismi ko'proq javob beradigan mana shu aylanmani o'zbekchaga tarjima qildim. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana aylanma nimaga teng? Ya'ni оборотность revenue nimaga teng? Bu muvaffaqiyatli mijozlarni LTV, ya'ni mijozning o'rtacha qiymati ko'paytmasi aylanmaga ta'sir qiladi. Muvaffaqiyatli mijozlar nimaga teng deydigan bo'lsak, mijozlar va chiqib ketgan mijozlar, churn rate degan indikator ko'rsatkich bor. Shu ko'rsatkich orqali o'lchanadi. LTV nimaga teng deydigan bo'lsak, o'rtacha chek va qayta xarid soni LTV ni tashkil qiladi. Buni hammamiz bilamiz. O'rtacha chek nimaga tegishli deydigan bo'lsak, chekdagi bitta mahsulot narxi chekdagi bitta mahsulot soniga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Chekdagi bitta mahsulot soni, mahsulot narxi nimaga ta'sir qilishi mumkin deydigan bo'lsak, biz sotuvchilarimiz orqali upsell qilishimiz mumkin va bu yerda brend kuchi, ya'ni brend qiymatini ko'rsatish orqali biz chekdagi bitta mahsulot narxiga ta'sir qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana siz Fazliddin aytdingiz-ku, brend qiladigan bo'lsak, narxlarni bemalol ko'tarish mumkin degan fikrda aytdinglar. Ko'pchilik aytadi, brend qilinglar deydi. Nimaga brend qilish kerak deydigan savolga mana shu foyda formulasi qisqa va lo'nda tarzda javob berib qo'ygan. Bu yerda endi ko'plab nima deydi, savollar, har bitta ko'rsatkichni ichidagi boshqa ko'rsatkichga ta'sir qiladigan boshqa ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. Endi bu yerda eng qisqa yo'llarni ko'rsatib o'tishgan. Ya'ni brendni kuchi bizaga LTV ga ko'proq ta'sir qilar ekan. Ya'ni brend yaratish LTV qilishga ko'proq ta'sir qilar ekan. Muvaffaqiyatli mijozlarga nima ko'proq ta'sir qiladi desa, birinchi qismida, ya'ni qamrov, reach va qamrovdan birinchi konversiya. Undan oldin Azizbek gaplashganimizda Azizbek aytgandilarki, men ko'proq leadlarni olib kelib berish va ularni o'sha konversiyasi haqida fikrlarni aytib o'tgandilar. Mana shu qismida siz qiymatingiz ko'rinadi Azizbek. Mana shu qismida. Ularni mijozlarga aylantirish, ketgan mijozlarni qaytarish, ushlab qolish, bu kimning vazifasiga yaqinroq bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Sotuv bo'limi. Sotuv bo'limining vazifasida. Sotuv bo'limi. Upsell, cross-sell.
Marketolog. Marketolog. Aha, zo'r. Marketolog deb marketologimiz aytiladi, adashmasam. Ha. Diplomli marketolog ekansiz. Zo'r, o'zi odatda diplomli marketologlar hozir juda ham kam. Men 2 kishini bilaman diplomli marketolog sifatida. Muslimbek Rahmonov degan yigit bor. Yaqinda biz Kubikda keys muhokamasi tashkil qildik. Habibullo Sa'dullayev bilaman. Ular marketing fakultetini tamomlashgan. 18 yillik tajriba. Qoyil, zo'r, xursandman. Rahmat. Endi bitta narsaga e'tibor qaratinglar. Biz qarayapmizki, chekdagi bitta mahsulot narxiga upsell va brend qilish ta'sir qilar ekan. Lekin chekdagi bitta mahsulot soniga e'tibor qilinglar, cross-sell ta'sir qilyapti. Xizmatlar mahsulotlarda boshqa qo'shimcha xizmatlar mahsulotlar borligi va xizmatlar mahsulotlar to'plami chekdagi bitta mahsulot soniga juda katta ta'sir qilyapti. Bitta mana shu ma'lumotni olganim, men hozir keysda ko'rsataman sizlarga. Shunaqa menga faoliyatimga yordam bergan. Birinchi haftadanoq uje biznes egasi rozilik bildirib, keyingi ishlashlariga tayyor bo'lganda, men hozir keys sifatida uni ko'rsatib o'taman. Bu formula tushunarlimi sizlar uchun? Mehrojiddan keyin bitta savol bor edi. Aha. Bu yerda asosan lidlarga bog'liq holatda qurilgan, to'g'rimi sxema? Lidli sistemaga. Savolingizni uncha anglay olmadim to'g'risi. Men ko'p joyda guvoh bo'laman, marketingda ko'proq lidlar bilan bog'lanadi ko'p narsa, formulalar. Men endi o'zim faoliyatimda offline do'konlar bilan ko'p ishlaganim uchun, masalan, supermarket deylik, offline supermarket do'koni. Ularda lidlar bo'lmaydi-da, shunaqa vaziyatda qiymat qanday o'lchanadi? Shunaqa formulani qanday chiqarishimiz mumkin, masalan? Nimaga lid bo'lmaydi? Do'koningizga tashrif buyuradiganlar hammasi lid-ku. Bu formulada offline lidlarni ham ko'proq onlayn lidlar hisobga olinadi, o'shani aytyapman. Yo'q. Bu lid, bu ham lid, u jonli, jonsiz lid u kelgan, sizni mahsulotingizga qiziqish bildirgan, kelib hech bo'lmasa o'zini oyog'i bilan yurib kelgan. U hozir sembol do'kon holati deyapsiz. Men ko'rsatmoqchi kelsam, aynan do'kon holatida. Ya'ni ular umuman targetga budjet pul sarflashmagan shu kungacha. $50 tursin, $5 ham sarflashmagan. Bo'ldi, tushunarli. Ana shu joyida, kommunikatsiya joyida, ya'ni qamrov qismida, kommunikatsiyada faqat SMM dan iborat emas. SMM kommunikatsiyani bitta kanali, bitta irmog'i desa ham bo'ladi-da. Zinaga o'xshagan narsa u. Bino quryapsiz, zina yoki lift. Bu yoqda ETL kompaniyalar qilsa bo'ladi, BTL kompaniyalar qilsa bo'ladi. Har xil kreativ narsalar ishlatsa bo'ladi. Men hozir o'sha ishlatilganlar bo'yicha bitta sizlarga ko'rsatib beraman va qaysi ko'rsatkichga mos kelishini sizlar bir o'zingizlar bir fikr bildirib, bir mashq qilib ko'rasizlar. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, men keyingisiga o'taman. O'tsa bo'ladi. Xo'p, case. Men bitta korxonaga borganman. Aniqrog'i taklif qilishgan. Ular bilan 2020-yilda men Samarqandlik paytimda ishlaganmiz. Ularning birinchi do'kon ochilishida, do'konning nomlanishida, ularning birinchi logotiplarini tashkil qilishga yordam berganman. O'sha odamlar menga yana qaytaroq murojaat qilishgan. Samarqandda joylashgan ushbu do'kon. Shu Samarqanddagi do'kon anchalik qadrdonlar shunaqa vazifa qo'yishganki, biz 4 yildan beri, 5 yildan beri bormiz, qulay lokatsiyada joylashganmiz, lekin aynan bizani maqsadli auditoriyamiz, maqsadli segmentli auditoriyamiz bilishmaydi. Bu bizani sotuvimizga ta'sir qilyapti va shu orqali men marketingga, jamoani rivojlantirishga, o'qitishga yaxshi budjet ajrata olmayman degan fikrda aytganlar. Shu vazifa sifatida ko'proq insonlar do'kon haqida xabardor bo'lsin, do'konga keladigan odamlarda o'rtacha chek summasi va o'rtacha chek soni oshirsin degan bir vazifani birgalikda ishlab chiqqanmiz. O'zim olganda ko'pchilik biladi, hamma marketologga biznes egasi marketing kerak, reklama kerak deb murojaat qilishadi. Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Keyin yaxshilab suhbatlashib gaplashganimizda mana shu vazifalarni birga ishlab chiqqanmiz va bajarildi. Birinchi o'rinda har doim marketologga
kerak bo'ladi, o'zi audit qilinadi. O'zi menda bitta konsepsiya, g'oya bor, filosofiyaga qattiq ishonaman, aniqroq aytadigan bo'lsak. O'zi shundoq ham siz do'kon ochgansiz, siz qanchadir miqdorda o'zingizni mijozlaringiz, klientskiy bazalaringiz bor. Birinchi o'rinda kelib turgan odamga to'g'ri servis ko'rsataylik, to'g'ri xizmat ko'rsataylik degan bir fikrda olg'a surganman. O'zi qancha odamga siz xizmat ko'rsata olasiz, nechta sotuvchingiz bor, nechta kasseringiz bor, siz marketing qilmoqchisiz, o'zi jamoangizda marketing menejeri bormi degan savollar berganimizda umuman bo'lmagan bu bo'yicha. Endi o'shaning uchun audit qilganimizda sotuvchi olganmiz, birinchi o'rinda kassir olganmiz, marketing menejeri olib, ularga kunlik vazifalarni qo'yib, birinchi o'rinda shu axvat qismiga ko'proq urg'u qarataylik deganimizda, onlayn axvatimizni va offlayn axvatimizni ko'proq qaratishga birinchi zadacha qilib olganmiz. Keyin assortimentlarimizni tahlil qilib chiqqanmiz. Assortimentimizda adashmasam 10 mingdan ziyod edi, adashmasam 10 mingdan ziyod SKUda mahsulotlar bo'lgan, lekin 7-8 mingta doimiy olinadigan mahsulotlar bo'lgan. 3-4 mingta, 2-3 mingta umuman olinmagan, ya'ni olinmagan degan sotuv qilinmagan, u bekorga skladni bo'shatayotgan. Nima yechim qilganmiz? Assortimentni doimo yangilab, yaxshilab borish uchun kategoriya menejer degan lavozimga odam olganmiz. Maxsus, ya'ni do'konda ichida ishlagan sotuvchini lavozimini ko'targan holda kategoriya menejer olganmiz. Kategoriya menejer har bitta kategoriya bo'yicha assortimentga qarab, qaysi mahsulot yaxshi sotilyapti, qaysi mahsulotni mijozlar so'rab kelyapti bo'yicha, shularning sprosi bo'yicha o'zi ma'lumotlarni yig'ib borgan va zakaz berishni boshlagan. Mijozlar segmentatsiya qilganmiz. 6 ta направлениyadan mijozlar segmentatsiya bo'lgan. Eng qizig'i kelib turgan mijozlar ko'pchiligi talabalar, aksariyat qismi 60% ni talabalar tashkil qilgan. Talabalar bilasizlar, ko'pchiligida kartalar bilan ishlaydi ular, to'lov karta tizimlari, to'lov bilan ishlaydi, karta bilan ishlaydi, lekin ularda payme yo'q, ya'ni do'konda payme yo'q, uzum yo'q va klik yo'q. Ulanmagan. Birinchi o'rinda umumiy varonka deb oladigan bo'lsak, varonkaga lidlar kelishiga varonkamizni yirtiq joylarini, teshik joylarini yamashga harakat qilganmiz. Birdaniga reklama qilib berishga emas. Chunki biz taklif qilganmizki, Jasur aka degan odam kishi degan, Jasur aka, agar hozir to'g'ridan-to'g'ri kompaniyalar tashkil qilsak, ETL kompaniyalar tashkil qilsak, bizga mijozlar yopirilib keladi va bizdagi noto'g'ri assortiment, noto'g'ri xizmat ko'rsatish darajalari, kam sotuvchi tufayli bizga pul to'lab e'tiroz sotib olgan bo'lamiz degan fikrda aytganmiz. Biznes egasi to'g'ri qabul qilgan va bir oy davomida biz kompaniyani yaratishdan oldin bir oy davomida kompaniya proseslarini to'g'rilaganmiz. Bo'lim tashkil qilganmiz har bitta bo'yicha. Savdo bo'limi ham ikkiga bo'linadi. B2B bo'lim, B2C savdo bo'limi bo'ladi. Shularni tashkil qilganmiz. Keyin bularni tashkil qilganimizdan keyin kreativ kompaniya tashkil qilganmiz va bu orqali axvatni, litlarni konversiya darajasi oshirilgan va mana bunaqa biza yanvar oyi boshlanishida kitob bilan boshlayman degan bir kompaniya tashkil qilganmiz. Yangi yilni kitob bilan boshlayman degan kompaniya tashkil qilganmiz va o'zimizni hududimizga, ya'ni lokatsiyamizga, placeimizga yaqin bo'lgan hududlarga borib, insonlarga yangi yil boshlanayotganligini, yangi yilda o'zinglar hamma o'zini bir maqsad bilan boshlaydi-ku, bir qandaydir odat bilan boshlaydi. Biz harakat qilganmizki, odamlarda kitob bilan boshlash odati shakllansin degan fikrda ilgari surganmiz va do'konimizga kelgan odamlarga taklif qilganmizki, biz shunaqa kompaniya tashkil qilganmiz. Biz mana shu kompaniya doirasida kitoblar to'plamini ishlab chiqqanmiz. Mana shu kitoblar to'plamini o'zingizlarning qiziqishlariga mos qilib 5 xil tematikada to'plam tashkil qilganmiz. Mana shu 5 xil tematika bo'yicha kitoblarni xarid qilib, yaqinlaringizga yangi yil oldi, oilangizga, do'stlaringizga, farzandlaringizga sovg'a qilishingiz mumkin degan bir sotuvchilarimiz orqali, kassirlar orqali taklif ishlab chiqqanmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana hozir bu yoqdagi mana upsell va cross-sell qilish va xizmatlar, mahsulotlar to'plami degan urg'u bergan. Bizdagi maqsad o'rtacha chekni oshirish bo'lganki, o'rtacha chekni qanaqa qilib oshiramiz degan bo'lsak, chekdagi bitta mahsulot sonini ko'paytirishimiz kerak yoki mahsulot narxini ko'paytirishimiz kerak degan fikr bo'lgan va mana shu ko'rsatkichga erishishimiz uchun biz to'plam ravishda 5 xil yo'nalishda kitoblarni to'plam qilib
tayyorlab qo'yganmiz do'konga kelgan mijozlarimizga. Keyin buni digital formatga ko'chirish uchun Samarqanddagi o'sha taniqli blogerlarga 1 so'm sarflamasdan, endi 1 so'm deganda ularning reklama xarajatlariga pul sarflamasdan biza ularga mana shunaqa ekosumkalar orqali to'plam yaratganmiz. Bularni ko'pchilik bilsa kerak, ijtimoiy tarmoqda ko'rgansizlar. To'g'ri degan akalar bor-ku. Mana shu akalar hisoblanadi, samarqandlik bular. O'sha kitob bilan boshlayman degan kompaniyani tashkil qilganmizda, o'sha kitoblarni 5 xil направлениядagi kitoblarni sovg'a qilib jo'natib, ularga xat qilib va o'zimizni marketing menejerimizni yuborib aytganmiz, shunaqa rejamiz bor. Bizning maqsadimiz yangi yilda odamlar bir odat bilan boshlansa va bu odat kitob o'qish odati bilan yonma-yon bo'lsin. Bu odatni shakllantirishga biz yordam beramiz va sizlarni anaqa fikr yetakchilari sifatida mana shu challenge-ga chaqiramiz degan ma'noda xat berganmiz. Bular o'zini ijtimoiy tarmoqlariga juda ham bir yaxshi kayfiyatda, yaxshi emotsiyada joylab berishgan. Bu Nurbek Samarkandskiy degan unaqa Samarqanddagi blogerlardan biri hisoblanadi. Uni ham katta auditoriyasi bor. Bu esa talabalari ko'p talabalar auditoriyasi talaba bo'lgan shu Ezoli degan bloger, bu kishiga ham shu sovg'alarni tashkil qilib berganmiz. Bu bizaga qanday ta'sir qilgan? Nimani boshqara olmasang, shuni nimani o'lchamasang, shuni boshqara olmaysan deganday, biza oktyabr oyida ishni boshlaganimizda do'kondagi tashriflar soni o'lchay oladigan tizimi o'zi bo'lmagan. Umuman o'zi bo'lmagan. Xayriyatki, chek sonini o'lchashga, o'rtacha chek summasini o'lchashga va umuman o'sha orqali daromadni o'lchaydigan, ular bilasizlar, dastur bor, Regis degan dastur bor. O'sha Regisni ishlatishgan. Noyabr oyida tayyorgarlik jarayoni bo'lgan. O'sha Tasvision degan kompaniya bilan bilasizlar, sun'iy intellekt orqali do'konga kirgan insonlarni, ularni yoshi bo'yicha, ayol erkakligi bo'yicha o'rtacha hisob-kitoblarni taqdim qiladi. Shularda tayyorgarlik jarayoni bo'lgan va dekabr oyida biz ishlashni boshlaganmiz. Bizani kompaniya tashkil qilmasimizdan oldin, mana dekabr oxirida tashkil qilganmiz biz kompaniyani. Dekabrda 5527 ta odam do'konimizga bizga doimiy tashrif buyurgan. Shulardan 3459 ta odam bizdan narsa xarid qilgan. Va bitta chekdagi summa o'rtacha 43294 so'mni tashkil qilgan va bizga bu 149 million so'm, 150 million so'mga yaqin daromadni keltirib bergan. Boya aytganimdek, yuqorida aytganimdek, biza to'plam taklif qildik, kompaniya tashkil qildik. Oldin bizaga 2 ta sotuvchi xizmat ko'rsatardi butun do'konga. Biz do'konda sotuvchilar sonini oshirdik. Nima uchun? Do'konga tashrif buyurganda odamlar ularga xizmat ko'rsatadigan sotuvchilar bo'lsin degan fikr qildikda, oktyabr, noyabr oyida ularni ishga olib, do'konning qoidalari, ularga mijoz kelganda qanaqa upsell qilish kerak, qanaqa cross-sell qilish kerak, qaysi kitob nima uchun olinayotganligi, agar bo'lmasa uni o'rniga qanaqa kitob sovg'a qilinishiga yoki qaysi idora ashyolarini, konstovarlarni olishi bo'yicha kichik tadqiqotlar o'tkazib, so'rovnomalar o'tkazib, haftalik yig'ilishlar qilib, biznes egasi bilan, marketing bo'limi, savdo bo'limi rahbari bilan ishlarni tashkil qilib, Sastak degan model bor, metod bor. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men keyingi vebinarlarda ham Sastak bo'yicha ma'lumot berib qo'yaman. O'sha Sastak modeli bo'yicha ishlarni tashkil qilib berganmiz. Endi bu butun jamoamiz bilan harakat qilganmizki, yagona maqsad bizda konversiya oshsin, kelayotgan odamlarda xarid qilish qobiliyati ko'paysin va xarid qilganda ham glubina chek, ya'ni chekni kengligi va chuqurligi ko'proq bo'lsin, o'rtacha chek summasi yaxshiroq bo'lsin degan bizda qarash bo'lgan va shu qarashga, shu maqsadga qarab intilganmiz. Mana dekabr oyida 5527 ta odam kelgan. Bizga shu 3459 ta bo'lgan va bu oyma-oy ko'tarilib borgan, e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana yanvar oyida bizga deyarli 1.8-1.7x o'sish bo'lgan. Nimaga? Chunki biz boyagi kompaniyani tashkil qildik. Kompaniyani tashkil qilganimizdan keyin ko'proq odam bizda ahvat bo'ldi va ko'proq odam ushbu do'kon haqida xabardor bo'ldi va do'konga keluvchilarning tashrifi juda ham oshib ketdi. Lekin chek sonida unchalik katta o'zgarish bo'lmadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, 400 ta chek sonida o'sish bo'lgan, 400 ga yaqin. Nimaga degan bizda yana bir savol berganmiz. Nimaga deydigan bo'lsak,
ko'pchilik kelganlarda assortiment bilan bog'liq muammolar bo'lgan. Ya'ni o'sha ko'p so'rab kelgan narsalardan muammo bo'lgan. O'sha muammolarni yechish uchun o'sha kategoriyani menejer qilib, ya'ni zakaz bilan ishlaydigan maxsus odam tayinlab, kitoblarni buyurtma qiladigan, konstovarlarni buyurtma qiladigan, qabul qiladigan odam tayyorlangan. O'sha odam yana o'sha odam bilan ishlash boshlangan. O'rtacha chek 43 ming so'mdan 49 ming so'mga ko'tarilgan. Bu esa bizga yana qo'shimcha 40 million so'mlik dohodni keltirib chiqargan, daromadni keltirib chiqargan. O'g'lim zoomdama. Dars qilyapman, o'g'lim bor. Uzr so'rayman, o'g'lim kelib qoldi. Xo'p, fevral oyida shu ishlarni yana biz tashkil qilganmiz. O'sha kompaniyalar tashkil qilishni boshlab rejalashtirganmiz va bu yerda ham shunaqa holatlar tashkil bo'lgan. O'rtacha chekimiz 52 ming so'm bo'lgan, mart oyida 52 ming so'm, 53 ming so'mga yaqin summa bo'lgan. Hozircha o'rtacha chek bo'lishda o'rtacha 2 ming so'm, 3 ming so'm tushish chiqish holatlari bo'lyapti. O'rtacha chek summasi unchalik katta farq bilan o'zgargani yo'q. Mana shu raqamlar bizani ishimizni ko'rsatishga, qiymatimizni ko'rsatishga yordam bergan. Endi mana shu raqamlar mana bu yerdagi qaysi ko'rsatkichni o'lchash uchunligi bo'yicha anda savol bor. Savol emas, umuman olganda fikr. Mana biza nima ishlar qildik? Upsell qildik, cross-sell qildik. Mahsulotlarimizni to'plami haqida ko'proq to'plam qilib sotishga harakat qildik. Qamrovimizni oshirdik. Kelgan odamlarga ko'proq konversiya qildik va ularni mijoz sifatida ushlab qolib, muvaffaqiyatli mijozlar soni o'tkazishga, ya'ni kelgan odamga 100 ming so'mdan ko'p xarid qiladigan bo'lsa, 5% lik chegirma kartalarini tashkil qiladigan qildik. Mana shunday qilib ularni asta-asta mijozi o'rtacha qiymatini, LTV'sini oshirishga, bu orqali esa aylanmani, оборотni oshirishga yordam berishga harakat qildik. Umuman olganda natijalar mana shunaqa. Biznes egasi ham, uni jamoasi ham natijalardan o'sha vaqtgacha, martgacha ishlaganmiz. Juda ham xursand, yaxshi bo'lgan, lekin odamga eng zo'r emotsiya beradigani menimcha shu biznes egasini mana shu fikrlari bo'ladi. Men o'zim ham maza qilganman, butun charchoqlar chiqib ketadi-yu. Umuman olganda marketing bo'yicha ko'p narsalar bilib olganligi, savdosini oshganligi, do'kondagi o'zgarishlar, eng muhimi, eng katta so'z o'zi ham uyg'onayotganligi, shu bilan birga do'kondagilar ham uyg'onayotganligi to'g'risida yaxshi bir fikrlarni bildirgan. Endi men yumoristman, eski yumorist, KVN o'ynaganman oldin, hazil qilib tariqasida yaxshi odam o'zini rizqi bilan keladi deyshadi deb bir hazil qilib qo'ygandim. Umuman olganda mana shunaqa holat. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar kimdadir savollar bo'ladigan bo'lsa, men savollarga javob berishga tayyorman. Kimdadir savollar bormi? Ustoz, menda bor edi savol. Kitobda o'rtacha marja qancha bo'ladi o'zi? Kitob tannarxidan kitob sferasida o'zi marja qancha yuradi taxminan? O'zimizni mahalliy nashriyotlarda 35 dan eng minimal boshlanadi. Chet eldan kiritiladi. 35 dan boshlanadi, 35% dan boshlanadi. Ularda shunaqa edi. O'rtacha. Endi bu bir xil kitoblarga 50% qo'yiladi, bir xil kitoblarga 70% lik marja qo'yiladi. Har xil holat bo'lishi mumkin. Rus adabiyotlariga esa marja nisbatan ko'proq bo'ladi. O'zbek kitoblariga qaraganda, chunki bilmayman nimagadir bizlardagi rus auditoriya ko'proq kitob xarid qilishadi va ko'proq kitob so'rab kelishardi. O'sha do'konga ham biz kuzatganimizda. O'zim ham hozir men Toshkentda Kosmonavtlar metrosiga yaqin turaman. Har kuni bog'da aylanganimda yoki boshqa narsa qilganimda asosan e'tibor qarataman, rusiy zabon xalqdagi odamlar ko'proq kitob xarid qilishadi nimagadir. Rahmat kattakon ustoz. Xo'p. Savollar? Savol bor edi. O'sha kompaniya boshlanishidan oldin birinchi jamoani tayyorlab olish haqida aytdingiz-ku. O'sha bo'yicha masalan biznes egasini qanaqa qilib ko'ndirish mumkin? Ya'ni ba'zida o'zim ham kitob sohasida ishlaganim uchun kitob sohasida bu juda ham qiyin-da. Endi ayniqsa do'konda emas, lekin nashriyot sohasida ozgina qiyinroq. Ya'ni qo'shimcha kuch ishlatishni xohlashmaydi yoki boridan maksimal foydalanishadi.
Zo'r. Shu jamoani Man kengaytirish yoki yangi xona olib kirishga qanaqa qilib ko'ndirish mumkin? bunaqa sirli masala yo'q deydi-yu. Bunaqa sirli masala yo'q. Lekin men o'ylayman, menga ta'sir qilgan ular bilan oldin ham ishlaganim. Ya'ni 2020-yilda ham birga ishlaganman. Bu birinchisi va ikkinchisi ularga biznes egasini arxetipidan, qarashidan, qadriyatlaridan kelib chiqqan holda u kishi ko'proq raqamlari bilan ishlashni yaxshi ko'radigan odam bo'lgan va ularga men harakat qilganmanki, mana shu foyda formulasini ko'rsatganman. Jasur aka, mana bunaqa narsa, mana shu ko'rsatkichga ta'sir qilishimiz uchun bizga mana bu narsalar kerak, mana bu jarayonlar kerak. Bu jarayonlar bizni korxonamizda, sizni korxonangizda yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Davaychi shuni birdaniga qilmaylikda, testov qilib ko'raylik. Hozir sizda ikkita sotuvchi bor. Davaychi bitta sotuvchi olamiz, bir hafta test qilamiz, bir hafta test ichida savdoyingiz qanaqa oshadi. Biza bitta sotuvchi olganmiz, uni o'rgatganmiz, tushuntirganmiz. Bir haftadan keyin cheklarni sanaganmiz. Cheklar oshgan. Nimaga deydigan bo'lsak, endi u bitta sotuvchi do'konga kirib turgan 100 ta odamga emas, 3 ta sotuvchi 120 ta odamga xizmat ko'rsata oladi. Qanchalik ko'p u xizmat ko'rsata olsa, u shunchalik ko'p sotuvga, o'rtacha chek oshirishiga, cheklar soni oshirishiga yordam bergan bo'ladi degan bir fikrni berganmiz va har bitta berayotgan taklifi aniq sinopsis deyiladi. Bu kreativchilarning tilida sinopsisni tuzib, nima maqsadda qilinyapti, bu maqsadni qilish uchun qanaqa jarayonlarni bosib o'tamiz va buni natijasi qanaqa bo'lishi mumkin degan bir gipotezani yaratib taklif qilaman. Bu mendagi holat. Agar bir taklif qilasiz, ikki taklif qilasiz, qabul qilmaydigan bo'lsa, men tavsiyam, shaxsiy tavsiyam bu degan darrov ishdan bo'shab oling deganimiz. U joyda ko'proq qolmaslik kerak, chunki buyuk ishlar, buyuk mijozlar bilan bo'ladi degan men o'zimning qarashim bor. Agar tushunmasa, u ketish kerak. Tushunadigan odamga qo'yish kerak. Mana biz Tavfiq aka bilan podkast tashkil qilganmiz. Agar ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. Biz ham savol berganmizda, nima qilsak bo'ladi o'shanaqa tadbirkor bilan, biznes egasi bilan ko'rib turibdi, boshi devorga tegay deb turibdi. Nima qilamiz? Bizlarning vazifamiz nima bo'ladi desa, shu payti tajribasi katta ustoz marketolog aytgandilar. Bizning vazifamiz o'sha devorga tegishiga yordamlashish, tezlashtirish o'sha jarayonni degan fikrda aytgandilar. Ya'ni gohida qabul qilmasa, borma kuyasan deydi-ku, shu ana kuydigacha baribir olib borishimiz kerak bo'ladi. Lekin maksimal ungacha sabablarini qilib, raqam bilan, imkon qadar raqam bilan ko'rsatishga harakat qilsak, his qiladi baribir biznes egasi, open mind odam bo'ladigan bo'lsa, ya'ni fikrlash doirasi ochiq bo'ladigan bo'lsa, his qiladi. Agar his qilmasa, u odam bilan menimcha uzoq ishlay olmaysiz va natijali loyihalar, kompaniyalar qila olmaysiz degan fikrim bor. Rahmat ustoz. O'zi ikkinchi fikringizga qo'shilib, shu ikkinchi fikringizni qildim yaqinlashsa. Zo'r. Xayrli bo'lsin, o'zi to'g'ri yo'lda qilsin. Endi agar sizda o'zlarini faoliyatingizda strategiya bilan tuzishda qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa, jamoa yoki rahbariyat bilan kelishmovchiliklar, mijozlarni jalb qilish bilan, natijalarni o'lchash bilan bog'liq muammolar bo'lsa, sizlarning qandaydir bilimlaringiz bor-u, lekin u tartibsiz, bitta polkaga taxlanmagan bo'ladigan bo'lsa, yoki bir maslahat oladigan, feedback oladigan bir ustozlar, mentorlarning bo'lmasa, men endi shunchalik tajribamga asoslanib metod, strategiya va kommunikatsiya o'quv dasturini ishlab chiqqanman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga hozir shu o'quv dasturini modullari va dars mavzulari, dastur mavzulari bo'yicha qisqacha tushuntirib beraman. Ikkita moduldan iborat: siyrat moduli va surat moduli. Asosiy maqsad marketingning mohiyatini, ya'ni uni siyratini anglab olishga qaratadigan birinchi modul bo'ladi. Unda shu Adizis modeli bo'yicha gaplashamiz. O'tgan marketing shanbaligida Adizis modeli bo'yicha gaplashgandik. Kelganlarning fikriga qaraganda juda ham foydali bo'ldi. Ularga kerakli o'sha metodni, modelni o'zlashtirishdi va ular faoliyatida qo'llashadi degan umiddaman. Undan keyin marketing bosqichlari haqida gaplashamiz. Marketing bosqichlariga aynan korxonaning qaysi qismiga qanaqa marketing bosqichlari mos tushadi, unga qanaqa KPI ishlab chiqish kerak bo'ladi, unga qanaqa nazorat qilish kerak bo'yicha gaplashamiz. Umuman olganda korxonani
ko'pchilik aytadi-ku, biznes mijozni o'rganish kerak. Da, to'g'ri, lekin marketologda birinchi mijozi u korxona hisoblanadi. O'sha kompaniya hisoblanadi. O'shaning uchun biznes model canvas bo'yicha bilimlarimizni oshiramiz. Tadqiqot o'tkazishni, tahlil qilishni o'rganamiz. SWOT analiz bo'yicha, boshqa analizlar bo'yicha qilingan tadqiqotlarimizdan qanaqa qilib qiymat yaratish matrisasini o'rganamiz. Iste'molchini xarid yo'li haqida gaplashamiz va mahsulotni ishi bo'lgan shu jobs to be done bo'yicha gaplashamiz. Qilingan analizlarimizni, tadqiqotlarimizni qanaqa pozitsiyalanish bo'yicha ko'rsata olamiz. Uni qanaqa marketing mix qilamiz, tuzilganlarni brend platformaga, ya'ni brend pasportiga qanaqa qilib solamiz bo'yicha siyrat modulida gaplashamiz. Surat modulida esa hamma tadqiqotlarimizni, qilingan ishlarimizni, pasportlarimizni, brend pasportlarimizni qanaqa qilib strategiya, kommunikatsion strategiyaga aylantirishi, mijozlar bilan gaplashishda, hamkorlar bilan gaplashishda, Skora metodi orqali qanaqa qilib reklama yaratish, kommunikatsiya vositalarini yaratish, jamoaga, kompaniyaga, biznes egasiga tuzilgan strategiyani qanaqa qilib taqdimot qilish bo'yicha, umuman hamma ishni qilsak-da, uni nazorat, tahlil qilish bo'yicha SaaStack va PDCA bo'yicha metodlar bo'yicha gaplashib boramiz. 2 oy davom etadi. Workshop formatida bo'ladi. 12 ta o'quvchi olinadi. Offline va onlayn shaklda bo'ladi. Siz o'qishni tugatganingizdan keyin, ya'ni dastur tugatganingizdan keyin cheksiz mentorlik, maslahatlarga ega bo'lasizlar. Bizning o'zimiz o'sha guruh, yopiq guruh qoladi. O'sha yopiq guruhda faoliyatingizda qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zimni tajribamda bo'ladigan bo'lsa, fikrlarimni, tajribalarim bo'lishaman. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, shu tajribaga tegishli bo'lgan bizning o'zimizni marketologlarimiz, unaqa ustoz marketologlar bilan aloqalarimiz bor. O'shalar orqali so'rab berishga, ular bilan maslahat berishga harakat qilib ko'ramiz. 2 oy davom etadi. Reja qilyapmiz offline va onlayn formatda. Hozir offline format uchun ham, onlayn format uchun ham qabul ketyapti. 6-mayga qadar 10% chegirma bor. Mana bu yoqda ko'rib turibsizlar. Agar offline o'qimoqchi bo'lsanglar, agar Toshkentda bo'lsanglar 5 million so'm to'lov qilasizlar 2 oy uchun. Agar yo'q, onlayn o'qiyman, men viloyatdaman, kelib o'qish imkoniyatim bo'lmaydigan deydigan bo'lsanglar, 3,5 million so'm to'lov bo'ladi. 3,5 million so'm to'lov qilib, bemalol mana shu o'quv dasturida o'qishinglar mumkin bo'ladi. Umuman olganda, dastur nima uchun tuzildi, u yana qanaqa muammolarga yechim bo'lishi bo'yicha batafsil o'zimni veb-sayt yasab qo'ydik. Imkon qadar oddiyroq qilishga harakat qildik. Video taqdimot qilib tayyorlab qo'ydik. Kirib ko'rsanglar, blognazarov.uz sayti bor. O'sha saytga kirib, blognazarovga kirib a'zo bo'lsanglar bo'ladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tish formasi bu. QR kod skrinshot qilib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, men guruhga ham tashlab qo'yaman. Guruhga o'sha ro'yxatdan o'tish formasi orqali yoki boyagi videoni ko'rib chiqsanglar, video taqdimotni ko'rib chiqsanglar, u yoqda ham ro'yxatdan o'tish formasi bor. Kirib, ro'yxatdan o'tishinglar mumkin bo'ladi. Ana endi toshni e'tiboringiz uchun rahmat. Kimda qanaqa savollar, takliflar, e'tirozlar, fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bunga ochiqman. Imkon qadar tajribam, malakam doirasida javob berishga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Mehrojin aka, salomatmisiz? Alaykum assalom, assalomu alaykum. Mehrojin aka, bitta savolim bor edi, boya qolib ketdi, shuning uchun hozir bermoqchiman. Endi o'zimda faoliyatimga bog'liq savol bo'ladi bu. Endi marketing bilan brending uzviy bog'liq deb hisoblayman. Boyagi kompaniya yoki korxona o'zini xizmatini yokida mahsulotini mijozlariga qimmatroq sotish uchun, LTVsini oshirish uchun yoki marjani kattaroq qo'yish uchun vizual brendingda ahamiyati qanchalik katta, ya'ni nom va logotipni ahamiyati qanchalik muhim o'rin tutadi, shu bo'yicha bir tajribangizdan bo'lishsangiz xursand bo'lardim. Xo'p. Umuman olganda, hamma biladi, что kompaniyada o'sha mahsulot yoki xizmat brend bo'ladigan bo'lsa, u ko'proq narx qo'ya olishga, ya'ni o'sha mahsulotga narx qo'yishini hamma yaxshi tushunadi, his qiladi, lekin bizani bozorimizda brend bo'lishga ko'pincha tadbirkorlarning sabri, uquvi yetmaydi degan menda qarash bor. Bu bo'yicha ham biz
Farhod Qo'chqarov bilan podkast qilganimizda, podkastimizda gaplashganmiz. O'zi brend bo'lish uchun qancha vaqt ketadi degan savol berganmiz. O'sha savolda aytgandilarki, 8-13 yil oralig'ida vaqt ketadi degan fikrda aytgandilar. Ya'ni brend qilish uchun. Bizada odatda 2 yil, 2,5 yilda umuman biznesni o'zgarib ketadi va boshqa narsalarga pul tikib tashlashadi. O'shaning uchun bizada kichik o'rta bizneslarda brend bo'lishga uncha unaqa bermaydi. Upor deydi, ko'proq upor bermaydi va shu yerda va hozir ko'proq sotib olishga, ko'proq daromad qilishga harakat qilishadi va qaysidir ma'noda ham to'g'ri. Brend qilaman deyish, brend bo'laman deyish bu ko'proq ichki qaror va o'sha ichki qarorda amal qilish qanday bo'lar ekan? Nima deydi? Realizatsiya qilish ko'proqga o'xshaydimi? Соблюдение degan so'z borda, endi o'zbekchasiga amal qilish bilan mumkin. Amal qilish bilan bog'liq ko'proq jarayonlar bog'liq. O'shaning uchun meni tajribamda hali mana shu ishni oxirigacha qilaman, mana shu narsaga polniy pul tikaman degan bitta odamni ko'rganman. O'sha odam haligacha o'sha ishni qilyapti. Biz ishlaganmiz Impuls tibbiyot instituti bilan. O'sha odam sifatli ta'lim qilaman, sifatli narsa qilaman va 4 xil направление bo'yicha tayyorlayman degan qarashlari bor. O'sha odam o'sha ishlarni hozir qilishyapti. Umuman olganda fikrim qo'llab-quvvatlayman. Brend qilish og'ir, qiyin jarayon, uzoq muddat talab qiladigan jarayon va bu jarayonni bozorni o'zi filtrlab qo'yadi. Oxirgi podkastimizda Farhod aka Narbayev bilan ham gaplashganmiz. Bozor o'zi tarbiyalaydi. Biza o'sha bozor tadbirkorlarni tarbiyalagunga qadar o'zimizni mutaxassis sifatida yaxshi pishtirib, o'stirib oladigan bo'lsak, shu oldimizga kelganda yaxshi chekni ko'rsatib tursak, o'shanga tayyorgarlik ko'rsak bo'ladi menimcha. Zo'r Mehrojin aka, rahmat ma'lumot uchun. Oxiridagi saynish zo'r ma'lumot bo'ldi. Xudo xolasa bundan foydalanamiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat. Siz ko'proq nima deydi? O'zingizni mutaxassis sifatida ko'proq o'stirsangiz va pozitsiyalantirib olsangiz, o'zi qanday tushuntirsam? O'zi qachon strategiya kerak, qachon brending kerak degan masala ham bor-da bu yerda. Samandar aka, qachon kerak? O'zi nima deb o'ylaysiz? Qachon o'zi kerak strategiya, qachon kerak brending? Sразу boshlayotgan vaqt kerak deb hisoblamayman. Sababi bu brend bilan haqiqatan ham udachni ishla oladimi yo'qmi aniq bo'lmaydi. Birinchi bozorga kirib, bozorda o'z o'rnini egallagandan keyin ana shu o'rnini ajratib ko'rsatib berish uchun kerak deb hisoblayman. Ya'ni boshlagan vaqtda sразу brending bilan ketish shart emas. Zo'r. Aynan mana shu bo'yicha Adizisni modeli bor. Men hozir harakat qilaman. Mana bu kompaniyani bosqichlari bo'ladi. 10 ta asosiy bosqichi bo'ladi. Shu g'oya bosqichi, go'daklik, yuqori faollik, yoshlik, yorqin o'sish, barqarorlik, aristokratiya, erta byurokratiya va o'lim bosqichlari bo'ladi. Mana shu bosqichlarda kompaniyani o'zining tavsifi bo'ladi, uni xatarlari va ularga qanaqa maslahatlar bo'yicha men bu yoqda ham unaqa marketing shanbalik tashkil qilgandim. Mana bu joyda yorqin o'sish davri bo'ladi-da, yorqin o'sish, yoshlik davri bo'ladi. O'sha davrda korxonaga strategiya doirasida bir ishlarni yo'lga qo'yish muhim hisoblanadi. Ungacha u bozorni o'lchash kerak, raqobatchilar o'rganish kerak, testoviy kompaniyalar, target, digital kompaniyalar qilish kerak, SMMni chotki yuritish kerak, performance marketing urug'i qaratish kerak, ko'rgazmalarda, taqdimotlarda qatnashish kerak. E'tibor beringlar, bizadagi hamma biznes mana shu ishlarni qilyapti. Deyarli 80%, 90% kichik bizneslar mana bilib olgan gapi kastev qilyapman deydi. SMMni yaxshi qilyapti, sadoqatli bazalar, LTVni oshiradigan bazani shakllantiryapman deyapti. Mahsulot, xizmat haqida taqdimotlar, ko'rgazmalarga, unaqalarga ishtirok etyapti. Ya'ni o'zi bozorimiz ochilganiga ko'p bo'lgani yo'q-da. 7-8 yildan beri marketing, biznes treyning degan tushunchalar endi shakllanib qoldi-da. Unda ko'p haqiqatan ham. Aksariyati birinchi shu bosqichdan boshlayapti. Bu xursand qiladi.
bu brending qilish bu resurs masalasida va ichki qaror masalasi. Strategiya asosida mana brend shakllantirish degan narsa u yoshlik etapida. Hali bizda ko'p unaqalarimiz, bizneslarimiz shu go'daklikda, yuqori faollikda yurishibdi-da. Bunga vaqt kerak. Vaqt bozor evolyutsion rivojlanadi-da o'zi. Bizning vazifamiz esa mana shu etapga chiqishga harakat qilayotgan biznes egalariga yordam berish. Agar siz ham bunga yordam beraman degan bo'lsangiz, birinchidan charchaysiz, ikkinchidan fokusingiz yo'qoladi. O'zingiz ham qo'llab-quvvatlaysiz, 10 ta mijoz bilan ishlagandan ko'ra 2 ta tushunadigan mijoz bilan ishlash o'zingiz ham maza qilasiz, to'g'rimi? Fojiddin aka, shunda Apple'ni mutant deb olsak bo'ladimi? Xuddi shunday. Nimaga? Xuddi shunday. Ya'ni demoqchi bo'lganim, ko'p aytishadi-yu, masalan, growth hacking degan narsa bor. Apple'da masalan yig'ilib har xil produktlarni test qilib, bittada o'sha marketologi bo'lgan-ku, Skalida adashmasam, o'sha kelishi bilan oshib ketganini hisobga olyapman. Ya'ni siz aytyapsiz-ku, go'dakligi bor, yuqori faolligi bor, yoshligi bor, yorqin o'sishi bor. E'tibor qiling, Apple ham o'sha etaplardan o'tgan, g'oya o'ylagan, u ham Steve Jobs akamiz ham raqobatchilar o'rgangan. Onanga eng katta raqobatchisi kim bo'lgan? IBM bo'lgan, to'g'ri. IBMda o'rgangan. IBM o'sha paytda har yili konferensiya qilgan, bilasizlar, injenerlar uchun. Universitetlarda. Universitetlarda konferensiya qilgan. Konferensiyaning nomi nima bo'lgan? Yo'q, uni nazoratini bilmas ekanman. Konferensiyaning nomi IBM konferensiya qilgan, o'sha konferensiyaning nomi Think bo'lgan. Apple shiori nima? Bunaqa kompaniyasi Think Different. Ya'ni odamlarda kompyuter ishlatish bo'yicha ko'nikma bo'lgan, ya'ni odat bo'lgan. Apple shunchaki borib kompyuter taklif qilmagan va shunchaki konferensiyalarga borib taklif qilmagan. Apple aytganki, og'aynilar, mana bu kompyuter IBM ishlab chiqaryapti. Mana bunaqa katta kompyuterlar bor. Endi sal think different, ya'ni boshqacha o'yla. Menda endi shuni kichkinaroq, qulayroq, ixchamroq va rangli unaqa kompyuterlar taklif qilaman degan fikrda aytgan va erta qabul qiluvchilar, early adoptersni jalb qilgan u. Shu orqali sadoqatli mijozlar bazasini shakllantirgan. Endi o'sha payt esim bo'lmaganmi bilmayman. Lekin mahsulot, xizmat haqida taqdimotlarda, ko'rgazmalarda faol ishtirok etgan u. Ya'ni u birdaniga yorqin o'sishga chiqib ketish uchun baribir evolyutsion, mana bitta bolani dunyoga kelish uchun 9 oy vaqt kerak bo'ladi-yu. Shunaqa kompaniyada ham shunaqa bo'lgan, menimcha mutant bo'lgan degan unaqangizga unchalik ham nima deydi, qo'shila olmayman. Mutant bu yerda Steve Jobs bo'lgan. Shu point of view to'g'ri bo'lsa kerak. Mutant bu yerda Steve Jobs o'zi bo'lgan. Biznes emas. Sizdan aka bir agentliklar mavzusida so'z ochuvdingiz, so'z boshida shu bo'yicha fikringizni bilmoqchiman. Bilasiz, Korzinka rebranding qilganda Fedorif agentligidan ko'magidan foydalangan. Fedorifda Andrey akani o'zi haqiqatdan boshqacha aniq qiladi, ta'sir o'tkazishi marketingda boshqacha. Savolim, nima deb o'ylaysiz? Fedorif darajasidagi agentlik bizda Fedorif darajasiga necha yilda chiqish mumkin? Sababi nimaga unaqa deyapman? Bilamiz, bizning bozorda mashhur katta brendlar bilan ishlaydigan, katta marketing kampanyalar qilgan agentliklar bor. Lekin nima desamki, baribir Fedorif sistematizatsiyasi, Berlindagi ofisi, dunyoning brendlari bilan ishlashi baribir boshqa darajada. O'sha bo'yicha fikringizni so'ramoqchi edim. Xo'p,
Judayam yaxshi. Mani fikrim bu yerda maktab bor deb o'ylayman. Maktab bu shkola deyiladi. Endi shkola qanaqaki Fedorov olgan shkolasi birinchi o'rinda u olgan metodlari, instrumentlari. Chunki Fedorov agentlik qilishdan oldin undan istoriyasiga qarang, orqasiga qayerlarda ishlagan. Sachida ishlagan u. Unaqada ishlagan, KMdami unaqada ishlagan, katta unaqalarda, ya'ni maktab olgan u. Undan oldingi 50 yillik, 100 yillik agentlikda ishlaganda u keyin Fedorov qilgan. Fedorovda bitta filosofiyasi bor, e'tibor bergan bo'lsanglar, u men o'ylayman katta ehtimol bilan Fedorov tanlagan Korzinka Fedorovni emas deb o'ylayman. Bu men shaxsiy qarashim. Nimaga? Chunki Fedorovda shunaqa filosofiya bor, o'zi ham intervyularida ko'p aytgan. Brend Papa degan so'zga ko'p qarayman degan. Brend Father deydi-ku. Uni kursi ham bor, Brend Papa degan. O'sha Brend Papa bo'lgan. Brend Papa kim Korzinkada? Zafar Hoshimov o'sha Brend Papa bo'lib, Fedorov bilan ishlashiga ham yordam bergan deb o'ylayman. Qachon shunaqa yirik kompaniya, qanaqa agentlik bo'ladi deydigan bo'lsak, men o'ylayman bu evolyutsiya bilan va maktab bilan birga bo'ladi, shkola bilan birga bo'ladi. Qachon bizni qora ko'zlarimiz o'sha chet elga borib o'rganib kelishsa, o'sha yerdan tajriba olib kelishsa, istaymizmi istamaymiz, ular trendlarni yaratadi va ular yaratgan trendlarni, instrumentlarni bizani lokal bozorga adaptatsiya qila oladigan kompaniyalar, kulturniy kod degan tushuncha bor. Shu kulturniy kodni his qilgan kompaniyalar shunaqa yirik agentliklar bo'lishi mumkin. Nimaga deydigan bo'lsangiz, men asoslab berishga harakat qilaman. E'tibor bering, mana bozordagi eng yaxshi agentliklar Locals, FCB, yana nima bor? McCain bor, yana kim bor? Ular hammasi xalqaro agentliklarni O'zbekistondagi vakolatxonasi bo'lib ochilib, instrumentni, maktabni, shkolani ularda o'rganishib, keyin bizga adaptatsiya qilishgan. FCB ham top 10 talikka turadigan reklama agensiyalardan biri dunyo bo'yicha. FCBni Drink Orange degan kompaniyasi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. O'sha Drink Orange juda ham katta rivojlantirishga yordam bergan. Locals Tibway degan agentlik bo'lgan, xalqaro agentlik. O'sha agentlikni sistemasini, metodlarini o'zlashtirishgan. Yana kim bor? McCain bor. McCain Coca-Cola'ni ko'p strategiyalarini lokal bozorga adaptatsiya qilish uchun tashkil qiladigan agentlik bo'lgan. Har bitta qayerga Coca-Cola kirsa, o'sha joyda McCain bo'lgan. O'shaning uchun maktab menimcha katta rol o'ynaydi, maktab, shkola. Bu mening shaxsiy qarashim. Chunki rahmat javob uchun Mirzayor akani o'zlari bilan ham gaplashgan edik. Baribir bilmadim, ex Korzinkachi bo'lganliklari uchunmi kartani ochmagandilar-da, marhumroq javob bergandilar. Ko'pincha bizani sohamizni yaxshi tomoni, yomon tomoni, agar biznes egasi endi sal norozi bo'ladigan bo'lsa, ochish qiyin bo'ladi-da. Men hozir ham taqdimot qildim-da, biznes egasiga ko'rsatdim-da, Jasur akaga. Aka, men bunaqa narsalar ko'rsatmoqchiman, aytmoqchiman desam, sal raqamlarni o'zgartiraylik degan fikrda aytdi. Baribir bizda unaqa bor-da, raqobatchilar kuzatuvi yoki boshqa degan narsalar bor. O'shaning uchun NDA masalasi bor bu yoqda. Baribir rahmat Mehrojiddin aka javob uchun. Salomat bo'ling. Mehrojiddin aka, menda savol bor edi. Labbay. Mana Samarqand case bo'yicha gaplashdik-ku, 2020-yil ishlaganman avval dedingiz. Undan keyin bo'lganmi shunda bu case? Bu 2024-yil oxirida bo'ldi. Mana 2024 oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, mart, fevral, mart. 6 oydan. Bu proaktiv agentlik bilan birga qilinganmi yoki individual case'mi? Bu mana shu case, bu individual case, chunki agentlikka puli bo'lmagan u odamni. Biz uzoq muddatli ishlaymiz. Endi men oldin o'quv markazim bo'lgan, uchebniy sentrim bo'lgan Samarqandda, bolalar uchun xususiylashgan. Men bulardan kitob va konstavar olganman. Va men bular menga realizatsiyaga bergan, qaysidir ma'noda yordami tekkan, yaxshiligi tekkan. Tushunyapsizmi? Bu
O'shaning uchun men ham bo'lib to'lashga imkoniyat qilib yordam bergani uchun men ham yordam berganman. O'sha voronkani yirtiq joylarini yamaymiz deganingizga hayron qoldim. Kreativ agentlikda unaqa xizmat taklif qilishmaydi. O'shaning uchun so'radim. Shunaqa. Biza o'zi kreativ agentlik emasmizda. Men o'zim kreativni odamman deydi-yu. Mana men demoqchi bo'lgan narsam shu. Bizni bozor hali kreativgacha hali voronkasi tayyor emas, sotuv bo'limi tayyor emas. Zo'r reklama beradi, telefon qilsangiz hech kim ko'tarmaydi. Tushunyapsizmi? O'shanaqa og'riqlar. Men shuning uchun o'zi menga kreativ so'rab murojaat qilishgan. Jasur aka bu yoqda. Meni hech kim tanimayapti, bunaqa qilmayapti. Kim aytganman, aka, hozir menga senga kvartira anaqa kreativ qilib beraman, lekin men bu joyda mana bunaqa problemang bor, mana bunaqa yirtiq joylaring bor, buni yamash kerak deb tushuntirgan. Shunaqa. Xursand bo'lib ketdim. Shunaqa agentlikda bormikan? Voronkani yamashga ham yordam beradigan dedim, yo individual o'zingiz ishingiz ekan. Yo'q, bu odatni biz unaqadan o'rganganmiz. Proaktiv agentlikdan o'rganganmiz, ustozimizdan o'rganganmiz, Habibullo Sadullayevdan. O'zi proaktiv agentlik deyishning ma'nosi shu, ya'ni proaktiv bo'lish, ya'ni befarq bo'lmasdan. Bizga berayotgan taklif jarayonlarda sodir qilish kerak-da. Bizga berayotgan strategiya qachon men shu strategiyani qilganman deb faxrlanasiz? Qachon bu strategiya ishlatilsa, shunaqa ishlashi uchun biz majburmiz bunaqalar yamashga. Demak, proaktiv agentligi biron bir strategiya yoki marketing kampaniya qiladigan bo'lsa, bu yoqga ham aytganingizdek jarayonga yordamlashadi demak, to'g'rimi? Jarayonga yordamlashib, og'ayni, mana bu joyda mana bunaqa xatoyim bor ekan, davay shuni birga qilamiz yoki bo'lmasa jamoa odam oldida o'sha narsani to'g'rila deb aytamiz. 3 yildan beri bozorda bormiz. Mana Zahratun bilan ham, Impuls bilan ham, Ahmad Choy bilan ham xuddi mana shunaqa tartibda ishlaganmiz. Bundan keyin ham mijozlarimiz bilan shunaqa tartibda ishlaymiz. Ajoyib. Rahmat javob uchun. Salomat bo'ling. Kimda yana savollar? Men taqdimotni yopaman unda. Mehrodin aka, oxirida savol bor edi. Bu hozirgi bo'lgan to'liq video suhbatimiz zapis yoqgan ediz-a. To'g'risi, boshida menda internetdan nimagadir muammo bo'lib qoldi. Eng qaynoq joyda qatnasha olmay qoldim. Zapisni yoqganman. Menimcha zapis bo'lyapti. Agar tashlab berishga harakat qilaman gruppaga. Rahmat aka, katta zo'r bo'lardi. Savollar, takliflar. Taklif bo'lsa, Zoom'ni taklif qilgan bo'lardim. Uchrashuv o'tkazish uchun, qo'l ko'tarish uchun, gapirayotganingizda bo'lib qo'ymasdan, reaksiyalar uchun ancha qulayroq platforma bo'lardi Zoom. Zo'r. E'tiborga olib qo'yaman Zoom'da ham unaqa qilishga. Google Meet ham yaxshi deyishyapti. Google Meet'da ham bir sinab ko'ramiz keyingilariga. Google Meet ham bo'ladi, zo'r. Hamma funksiyada bor Google Meet'da, Zoom'da bor. Xo'p, hammaga rahmat. Bunday bo'layotgan bo'lsa, men yopishga harakat qilaman, tugatishga. Agar kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, harakat qilaman javob berishga. O'zim tajribam doirasida, o'zim shaxsiy anaqam bor. Sahifamga yozsanglar ham bo'ladi, bloglarimda ham kuzatib borsanglar bo'ladi, podkastlarni ko'ringlar. Agar mutaxassis sifatida keyingi darajaga chiqmoqchi bo'lsanglar, strategik fikrlash ko'nikmasiga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, o'quv dasturimga taklif qilaman. Hozir qabul ketyapti. Rejam bo'yicha 10-15 may oralig'ida o'quv dasturini boshlayman. Offline uchun o'sha 5 million so'm, onlayn format uchun 3,5 million so'm reja qilyapman. Unchalik ko'p odam olmayman, 12 kishi olaman. Agar kelib qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelsanglar, ya'ni dastur bo'yicha yana qanaqa savol bo'ladigan bo'lsa, men javob berishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Kech bo'lishiga qaramasdan oxirigacha kuzatib, ko'rib, savollar berib, fikrlarni bildirganlar uchun hammaga rahmat. Charchamanglar.